Xitoy. Xitoy Cyber Security Law Personal Information Security Specification 2016 Cyber Security Law of the PRC qabul qilingan. Keyin ishlab chiqilgan Personal Information Security Specification PI Security Impact Assessment Guidelines Internet PI Protection Guidelines qaysi hududda amal qiladi? Faqat Mainland China, Gangkong PDPO, Macau Personal Data Protection Act, Taiwan Personal Data Protection Law. Qonunning asosiy maqsadi cyberspace milliy xavfsizlik, jamoat manfaatlari, fuqarolar va tashkilotlar huquqlarini himoya qilish. Kimlarga tatbiq etiladi? Xitoy fuqarolari ma'lumotlari bilan ishlovchi barcha tashkilotlar, bizneslarga tatbiq etiladi. Asosiy 7 ta tamoyillari: mas'uliyat, maqsad aniqligi, rozilik, minimization, shaffoflik va xavfsizlik, ishtirok huquqi. Shaxsiy ma'lumot ta'rifi PI shaxsni bilvosita yoki bilvosita aniqlaydigan har qanday ma'lumot, misol uchun ism, tug'ilgan sana, ID raqam, biometrik ma'lumot, telefon, email, manzil, akkaunt, parol, moliyaviy ma'lumot, joylashuv, sog'liq va tranzaksiya ma'lumotlari. Sezgir ma'lumotga esa PCI Personal Sensitive Informationga biometrik ma'lumotlar, bank hisob raqamlari, sog'liq ma'lumotlari, joylashuv ma'lumotlari, 14 yoshgacha bo'lgan bolalar ma'lumotlari Personal Sensitive Informationga misol bo'ladi. Ma'lumot yig'ish qoidalari: to'g'ridan to'g'ri yig'ish. Qaysi ma'lumot yig'iladi? Qanday ishlatiladi? Qaysi maqsadda? Oldindan aytiladi. Bilvosita yig'ish. Manba ko'rsatiladi, qonuniyligi tekshiriladi. Agar yangi maqsad bo'lsa, yana consent olinadi. Shaxslarning huquqlari: ma'lumot ko'rish, tuzatish, o'chirish, rozilikni qaytarib olish, akkaunt yopish. Istisnolar ko'rsatilmagan, ya'ni deyarli hamma qamrab olingan. Nazorat organi: aniq bitta organ ko'rsatilmagan, ammo qonunda competent departments deb umumiy aytiladi. Jazolar: oddiy network operatorlar 10 mingdan 100 minggacha jarima, mas'ul xodimlarga esa 5 mingdan 50 minggacha. Critical Information Infrastructure 100 mingdan 1 milliongacha jarima, mas'ul xodimlarga esa 10 mingdan 100 minggacha jarima. Ta'siri: Xitoy bilan ishlayotgan har qanday kompaniya bu qonunlar ta'siri ostida bo'ladi. Xitoy fuqarolari bilan ishlaydigan barcha bizneslar, kompaniyalar, tashkilotlarning barchasi amal qilishi shart hisoblanadi.